Parametric curve berilgan. Shuni length'ini topishimiz kerak ekan. Nodu 5 dagi. Formulasi bor edi buni. Parametric curve uchun ham T1, T2 ostida nimadir? 1 plus Yo'q, siz parametrik emas, function dx taqsim dataning kvadrati x plus taqsim dataning kvadrati, keyin D- y-dan ham olib. Pifagor bo'lyapti. Buni videoda ham isbotini tushuntirganman. Aslida shu Pifagordan kelib chiqqan. dt yozib qo'yishimiz kerak shu yerga. Okey. Intervallar berilgan. 0, 5. dx dt ni hisoblab olishimiz kerak. Mana bu 1/2 sinus 2 dx dt cosinus 2 dt. Okey. dy dt nimaga teng? Sinus 2 juda yaxshi. Ikkalasini kvadratlari yig'indisi bo'lyapti. 1 bo'ladimi? Buni kvadrati, ikkalasi yig'indisi 1 bo'ladi. dt 5. Tushunarli-ku?